Allah'ның сөйгісіге ерішіш әсліде ончелік тәсішме әмәс. Yani onun buyruqlarına boysunup çeklemelerden yirak tursaqlı yeterlik. Onun üstüge Allah'ın emir ferman çeklemeleri biz kötürenmegidek derecede eğirme emas. Çünkü Cenab-ı Allah bendisiga kötürenmeydiğen yükünü yüklep koymaydı. Ma'lum bir günü Allah'ın suyumlik bendilerden biri tuş gördü ve tüşü de onunla mındaq deyildi. Taң atqanda tunji qitim aldınғы çıqqanını yegen. İkinci qitim uçurğanını yuşurğan. Üçüncü qitim uçurğanның talabini o'rindagan. To'rtinchi qitim uçurğanның ko'nglini yada qo'ymagan. Beshinchi qitim uçurğandan qaçqan. Eliq tushning egisi taң atqanda sirtqa chiqib yo'liga ravon bo'lib yurib ketdi. Oldiga bir yo'g'on tog' uchirdi va bu tog'ni ko'rib hayronlikda o'z-o'ziga Rabbim bana bu tağını yeyishga buyurdi. Rabbim meni kuchim yetmaydigan ishga buyurmaydi. Deganicha tağını yeyishga qaror berdi. Shuning bilan tog' tarafga qarab yo'l oldi. O kishi tog'ga yaqinlashgan sari tog' kichiklashga boshladi. Tog'ning tuviga kelganda bo'lsa, tog' bir kapam lo'qma olib keldi. O kishi lo'qmani yedi va hasaldan tatliq dedi. Ondan Allohga hamd aytganicha yo'liga ravon bo'ldi. Aldığa altından yasalgan bir hecir uçurdu ve Rabbim bana bunu yuşurşumla buyurdu. Degenice bir oru kolab altın hecirini kömdü. Andın yine yolu ravon bo'ldi. Azroq mangandan keyin kayniga buyurilib qarasa, heliq altın hecirning yer yuziga chiqib qolganligini ko'rdi. Andın kayniga yenib altın hecirni qaytadan ko'mib qo'ydi. Yana azroq mangandan keyin hijrning yana yer yuziga chiqib qolganligini ko'rdi va yana ko'mib qo'ysa, hijr yana yer yuziga chiqib oldi. Ondan o kishi o'z-o'ziga, "Men buyurilganini qildim" deganicha hijrni tashlab qo'yib yo'liga ravon bo'ldi. Yo'lda o kishiga bir qush uchirdi. O qushni bir lochin qo'g'lab atdi. Heliq kishini ko'rgan qush, "Ey Allohning suyumlik bandasi, meni yushirib qo'ygan, menga yordam qilgin" deb yalvordi. Şunun bilan heliq kishi qushni qo'yniga selib yo'shirib qo'ydi. Qushning keynidan qo'g'lab kelgan lochin, "Ey Allohning suyumlik bandasi, qo'rsqim bek echib ketdi. Atiganning yoqi mush qushni qo'g'lab yuribman. Uni tutib olg'im ba, rizqimga to'sqinlik qilmagan bo'lsang" dedi. Lochinning bu gaplarini anglagan tushning egisi o'z-o'ziga uchinchi qitim uchirganning talabini o'rindashga buyurildi va buyurilgani bo'yicha qildi. To'rtinchi qitim uchirganning ko'nglini yerda qo'ymaslikka buyurildim. Endi qanday qilay? Birdamlik tangirqashdan keyin eliq tushning egisi yo'tisidan bir parcha go'sht kesib lochinga etib berdi. Lochin go'shtni changallig'incha uchib ketdi. Ondan tushning egisi qushni qo'yib o'tib yo'liga ravon bo'ldi. Yo'lda uningga nihoyat purab ketgan bir top uchirdi va topni tashlab yo'liga ravon bo'ldi. Eliq tushning egisi qarang'i tushganda tövendiki duoni o'qidi. "Ey Rabbim, buyruqlaringni bajo keltirdim. Bu ishlarning mohiyatini menga bildirib qo'ygan bo'lsang" deganicha uxlab qoldi. Ondan tushida uningga hamma aydinlashdi. Tunji qitim uchirganni yegining bo'lsa ochiqdir. Boshda sanga yo'g'on tog'dek ko'rindi. Sabr qilib ochiqni yussang, hasaldan tatliq detiydi. İkincisi bo'lsa savoblik amallaringdir. Qanchalik yo'shirsang yo'shir, hamon oshkor bo'ladi. Uchinchisi bo'lsa sana qo'yilgan omonatdir. Omonatga xiyonat qilma. To'rtinchisi bo'lsa birining sana ehtiyoji tushsa, mayli sening ehtiyojing bor narsa bo'lsa-mu, uningga yordam qilgin. Beshinchisi bo'lsa g'aybatdir. Haqning g'aybatini qiladiganlardan qochqin. Şübhəsiz ki, həmmini bilgici yegana Allah'dır.